Messi Orlandoga qarshi o'yinda g'alabani tortib oldi. Miami o'yinni sust boshladi. Anguliya qanotdan o'tib Pasherishga uzatdi. Hujumchi to'pni qabul qilib pasdan aniq zarba berdi. 1-0. Ko'p o'tmay Orlando hisobni oshirdi. Hujumda Axeda qisqa paslar orqali vaziyat yaratib, oyoq uchi bilan to'pni darvozaga joyladi. 2-0. Pinklar javob qaytarishga urinishdi. De Paul jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba berdi, ammo darvozabon qutqardi. Keyin Messi ham imkoniyat yaratdi, lekin darvozabon chiqishda yaxshi o'ynadi. Birinchi bo'lim davomida himoya mustahkam turdi. Ikkinchi bo'limda esa hammasi o'zgardi. Avvalo Silvetto uzoq masofadan zarba berdi va darvozabon bu zarbani qaytara olmadi. 2-1. Keyin Messi tashabbusni o'z qo'liga oldi. Avvalgi zarbasi to'sib qo'yildi, ammo keyingi hujumda u maydon ichida to'pni qabul qilib, aniq burchakka yo'lladi. 2-2. Miami to'xtamadi. Yana bir hujumda Messi to'pni Segoviyaga chiqardi. U esa bir tegishda gol urdi.